Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari hamda kanalimiz a'zolari. Biz sizlarga 2026-yilda o'zimiz boqayotgan qora tovuqlar haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar hamda like bosib qo'yinglar. Mana shu tovuqlar baxyapmiz. Bular jo'ja hali. Mana bular esa tovuq bo'lib qoldi. Tuxumga kirmadi, endi yaqinlashib qoldi. Tuxum tug'ayotgani ham bor ichida 2-3 tasi tuxumda. Qolganlari yoshi sal kichikroq, ular jo'ja. Bular osmoniy jo'ja. Hop, videoni boshlashimizdan oldin bizni shu vodiylik, andijonlik, asakalik Abdulaziz hamda Alimardon degan aka-uka tomoshabinlarimiz bor ekan. Shularga alohida salom aytamiz. Hamda rahmat aytamiz ularga ham. Va videomizni mana boshlaydigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Bularga nima berasizlar deb so'raydiganlar uchun mana bunday don beramiz. Bug'doy arzon, eng arzon narsa hozirgi kunda bug'doy. Biz beradigan yemlarning ichida eng arzoni bug'doy. Hamda 10 ming 15 ming so'mga anaqa semichka olamiz. Bu semichka tuxumga yaxshi. Tuxumni tezlatib beradi. Bundan tashqari soya bilan arpa qo'shiladi bunga. Mana bunday yem idish qilib qo'yganmiz. Hozir katar ichiga kirib ko'rsatamiz. Hop, mana bunday suv idish qilib qo'yganmiz. O'zimiz oddiy baxlashgan. Suvi pokiza turadi, axlat tushmasdan. Mana bunday plastmassa idishda bularni yemini don soladigan joy qilib qo'yganmiz. Yem idish mana. Ko'rishingiz mumkin, shu joyda tuxum tug'adigani ham bor, 3 ta xolos. Mana bitta katta xorozimiz u boshqa. Mana bu birinchida turibdi-yu, don yetganlar qatorida birinchidagi xoroz. U boshqa, uni qoni boshqa joydan sotib olib kelganmiz. Mana bular esa hali tuxumga kirmagan. Kichkina jo'ja, endi tovuqqa yaqinlashib qoldi. Mana bu suv ichayotgan. Keyin xorozning orqasidagi boshini ko'tarayotgan. Hamda bitta qulog'ida oqi bor. Ana kelyapti. Biz tomonga qarab yurib kelayotganlar tuxumda. Biz tomonga qarab yurib kelayotgan bitta tuxumda, keyin mana suv ichayotgan. Keyin eng chekada mana suv ichayotganning sherigi bor. Mana yeridan don yeyotgan. Shular tuxumda. Mana katta xorozimiz ishlayapti. Bularni nimasini qo'yib qo'ydik? Tuxumini inkubatorga qo'yib qo'yganmiz. Bugun erta chiqib qolishi kerak. Xo'p, nima deymiz? Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozircha qisqa video qilamiz. Keyin Xudo xohlasa jo'jalarimiz chiqsa ham katta video qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.